O'sha pastga tushgan organlar, конечно, matkapushenyalarga ham olib keladi. Matkapushenyani davolash uchun nima qilishadi? Mana shu matlar o'zini ko'tarib operatsiya qilishadi. Lekin mana asosiy bosim berib turgan, mana bel umurtqa o'tirgani, bel ichkariga kirib ketgani asosiy sabab ustiratsiya qilinmaydi deb o'sha yerda o'zini qilib qo'yadi. Keyin o'shandan keyin 1-2 yil yurgandan keyin ha operatsiya qildiruvdingiz, qanaqa bo'ldi? Mana qildirmoqchi debsa, o'sha deydi. Chunki sabab ustiratsiya qilinmagan. Asorat bilan olishilganda, naborot operatsiya qilib, yanada ko'proq spaykalar hosil qilingan. Tushundinglar? Har bir operatsiya ichida spaykalar hosil qiladi. Spaykalar mana oddiy go'shtlarni kesayotganinglarda unda shilimshular bor, oq to'g'rimi? Ustida unda qobig'lari bor-ku. Shunaqa. Bir xil joylarida shunaqani qalin bo'ladi-yu, xuddi cho'ndiga plastmasga o'xshaydigan bo'ladi-ku. Ana shunaqa spaykalar keser bo'lganlarda yoki shunaqa qattiq uzun chokli tikishlar bo'lgan a'zolarning ichida shunaqa qattiq mana shunaqa spaykalar bo'ladi. Bunaqa spaykalar qon aylanishini ham, limfa aylanishini ham yo'llarini to'sib qo'yadi. Qon limfa aylanmayaptimi? Bo'ldi, tamom. Qon bormagan joyga qon o'zi asosiy transport vazifasini bajaradi. Butun tanamizga mineral moddalarni, kislorodlarni tashiydi. To'g'rimi? Ya'ni hayot manbai. Qatga qon aylanib bormasa, o'sha yo'lni to'siladigan bo'lsa, o'sha joyda nima boshlanadi? Birinchi o'rinda kislorod yetmayapti, gipoksiya boshlanadi. Gipoksiya, keyin o'sha atrofiya boshlanadi. Ya'ni, mana o'lishni boshlamoqchi bo'ladi to'qima. Yana o'sha holat davom etaversa, nekroz bo'ladi. Nekroz bu o'sha to'qima o'ldirilgan.